Assalomu alaykum aziz sozuvchilar. Navbatdagi navesimiz ham o'z egalariga xudo xolasa bitirgan holatda topshiryapmiz. Bu navesimiz eniga 8,5 metr, bu uzunasi tarafiga 11 metrga tayyor bo'lgan holati. Bu TV tarafdan ko'rinishi. Bu hozir trendga chiqqan navesimiz 3 qavatli bo'ladi. Birinchi TV tarafda mana bunday 0,4 lik les, undan keyin falgamiz ham 0,5 lik bo'ladi. Undan keyin tayyor kraskalangan faneralarni qo'yib berganmiz. Hozir tagidan holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu naveslarimizning eng arzoni 3 million so'mdan boshlab u yog'i 700 ming so'mgacha boradi. Ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli holatda tayyor bo'lgan. Shamolga, boshqa narsaga hamma yoqqa bexijolat javob beradigan holatda qilib tayyorlanganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana obunachilar, past tarafdan ko'rinish holati, ko'rib turganlaringizda oppoq faneradan bitta sploshni tashalgan holatda turiladi. Chaklarini ham polni yopib tashlaganmiz, bilinmaydigan holatda. Mana bunday stoykalar 8 ga 8 bo'ldi. TV tarafdagi xorlar esa 4 ga 4 dan mana bunday lazer gullar bilan chiqarganmiz. Xuddi mana shu TV tarafini ko'rganlaringizga 4 ga 4, pastdagi 4 ga 2 profilda yasalgan. Xuddi shu ko'rinishdagi bo'lsa 1 metr kvadratini 360 ming so'mdan shu joyga olib kelib ustanovka hamma yo'q ichida bo'ldi. Agarda sizlarga stoykasi bundan ham baquvvatroq kerak bo'ladigan bo'lsa, narxlari ichiga qo'shilib qoladi. O'shanday. Bu TV tarafdagi xorlar ham hammasi lazer listdan bo'ladi sizlar. Ozgina narxlarga qo'shiladi. Eng arzoni 300 ming so'mdan kvadrati 600 ming so'mgacha bor. Ekrandan nomerlarga aloqaga chiqarasizlar, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Shu narxlar ichida Toshkentgacha bo'lgan joylarga shu narxda bo'ladi. Agar Voha taraflariga ham shu narxda bo'ladi. Faqat yo'l kiralariga narx biroz qo'shilib qoladi. Ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli, ideal holatda tayyor bo'ldi.